Assalomu alaykum. YouTube'imda, kanalimda mijozlari hammalaringizga assalomu alaykum. Yangi tong yana muborak bo'lsin. Bugun yana ishimizni davom etkazamiz. Bugungi ishimiz chilla suvi beraman pomidorlarimga. Chilla suvi berishdan oldin mana bunga o'xshagan biyogo'mish deydi hozirgi zamonda, bilmayman, bizda ota-bobomning zamonida bunaqa biyogo'mish demasdi bizda. Tayyorlanish usuli shu kuzak paytda yama ko'plab qo'yamizda, chuqur ko'plab qo'yib, hovlidagi bor g'ozon tushgan musor-pusurlarni tashab, go'ngni ham aralashtirib qo'yamizda, shu bilan bo'lib ko'm tashlaymiz. 1 yildan keyin mana shular o'tgan yilgi nima? O'sha musorlar bari ichi to'la musor bo'lgan bu. Qozon, o'sha nimalar mana bunaqa bo'lib keyin chirib bo'ladi. Mana har bittasini tagiga mana shunaqa qilib solib chiqaman mana. Shunaqa qilib mana shunaqa qilib solib chiqamiz hammasini. Bu biyogo'mishimiz endi yaqinda chiqdi biyogo'mish. Bizni o'zbeklar nima Ibn Sino paytda biyogo'mish yaratib bo'lgani, endi nima reklama qilmagan xolosda. Endi biyogo'mish deb reklama bo'lib ketibdi. Ota-bobomiz ularni yaratib bo'lgandan keyin yaratyapti endi bular boshqa joydagilar. Bizning o'zbeklar dehqonchilikda juda nima qilib tashlagan hamma yo'g'ini. Mana shunaqa qilib o'rtoqlar sug'oramiz. Hozir bu yerda iplarimni baylab qo'yganman. Bu tomonda suvni ochib qo'yaman-da, suv ichguncha bu tomonda ipini baylayman. Undan keyin mana nima o'rtoqlar, haligini ham aytdim, tomirda suv berishdan oldin mana uni qaranglar, mana hamma narsa mana bu yerda suv bo'lgani uchun operator bor ekan, ko'rsatib yuboring. Buni qarang, tomirda mana shuni tomir. Mana shuni tomini bir qarish beraqda qarang mana. Mana uni qarang. Mana shular tomir bo'ladi mana. Mana shular mana qarang. Mana o'shancha mana bu tomonda karchika bor uchun karchikaning suvini ichganda shu jonivar mana suvga qarab intilgan. Agar maytda bo'lganda suv mana shu yerda bo'lar, tomir shu yerda o'zida bo'lardi, bu tomonga tomir otmasdi. Hamma narsa mana tana zo'r bo'lgani bilan o'rtoqlar mana bu narsa zo'r bo'lishi kerak. Mana bu tomirlar uzun bo'lishi kerak mana. Mana uzun bo'lishi kerak. Ana o'shandagina keyin pomidorimiz qurimasdan mana suv chilla suvi deyman endi buni men hozir. Mana kuyib ham yotdi, ko'rsatib qo'ygan operator kuyganlarini ham. Bu tomonlari ham mana shunaqa o'rtoqlar mana. Mana betlarni ham mana nima qilamiz? Ochamiz, mana xuddi shunaqa tomirlar. Mana tomirlar mana tomir mashaqirib ketyapti. Endi o'shanchimda suvni beraman, intiladi. Suv mana shu yerda bo'lsa, qancha pastda bo'lsa, tomir intilib, tomir nima deymiz? Uzun bo'lib ketaveradi-da, tomirda ekan hamma narsa. U palagi zo'r bo'lgan bilan ag'i chatoq bo'lsa bo'lmaydi ekan o'rtoqlar. Mana shunday qilib. Erta tongdagi mehnatimiz mana shu bilan davom etaveradi o'rtoqlar. Yengil ish. O'zi 50 plyus deb yozib qo'yishim kerak. 50 dan u tomondagilar ko'rsin deyman. Endi undaqalar 50 dan tevadagilar ko'rmasa kerak menimcha. Yoshlar kelsa, ko'rsa ham yomon bo'lmaydi. Urgansa qancha aytadi, hunarni o'g'illash kerak deydi. Bu ham bitta hunar. O'g'illasalar mendan kelajakda savob bo'lsa ham kerak. Buni qarang, mana biyogo'mish shundoq bo'lsa kerak-da, biyogo'mish. Zamonaviy biyogo'mish bizniki o'sha dehqoncha biyogo'mish o'rtoqlar. Bizniki aytaman, dehqonchilik, ko'lka hamma narsa dehqonchilik. Layfni ham o'sha dehqonchasiga sekin erinmasdan shunday bosib qo'ysalaring bo'ldi. Qolgani o'zi bo'laveradi.
Dehqondagi cho'lka shu. Joylarga like bosib tashanglar, bilab tashanglar demaymiz. Dehqonchasiga asta sekinlik bilan bo'ladi dehqondagi. Siraz pomidorlarga qamikat berib qizartirib olmaymiz biz. Sekin o'zi dehqonchasiga sekin o'z me'yorida qizaradi. Xudo xolasa ko'rsataman qizarganlarini ham bu. Mana suvga tayyor bu tomonlarni baylab hozir suvni beraman. Bugungi ishim obedgacha xudo xolasa mana shu mana o'rtoqlar. Suv berishni boshlaymiz endi. Mana badringlarimga ham mana shunaqa qilib bil nima uzum qildim o'rtoqlar. Haligi yangi chiqqan nima uzum bor ekan, nima dedi bir narsa dedi. Nomini ham o'nakitib bil ekdim mana. Xudo xolasa mana setga mana hammasi ko'kardi. Ustiga mana setga nima uzum qilaman. Tayiga nima qanday nima effekt beradi ekan ko'ramizda. Effekt bersa kerak menimcha. Berib degan u. Yer dehqonni aldamaydi, lekin dehqon yerda aldaydi. Bilib qo'yinglar shuni. Hech qachon yer dehqonni aldamagan. Mana suvni tashab qo'ydik o'rtoqlar. Suv bo'lguncha, betlarda suv bo'lguncha men mana bu yerda pomidorlarni bog'lanmagan joyi bor. Shularni bog'lab chiqaman o'rtoqlar mana bunday. Mana bunday qilib mana bitta bog'laymizda. Mana bunday qilib o'rab qo'yaman-da mana bu yondog'i bachkilarini. Shunday qilib uzib tashlayman. Mana bo'ldi. Bunisini mana bunisini ham shunday bog'laymiz. Mana bu qattiq nima tuymaymiz o'rtoqlar bu yerda. Bunday qilib qo'yamiz xolos ilintirib. Bo'lmasam pomidorimizni sindirib qo'yadi. Sindirib qo'yadi pomidorimizni. Mana o'rtoqlar bitta qatarim qoldi. Buni ham ipini bog'lab qo'ysam mana shunday qilib mana u tomonda suv bo'yotibdi. Suvni ochib qo'yganman. Mana bunaqa ishlardi. Qilib bitta o'q bilan ikkita quyonda ters otib olaveramiz. Vaqtda suv ichiga to'g'radi. Vaqtda biz mana bunday qilib bog'lab olamiz. Hurmatli yoshlarimiz, babo dehqonlarimiz, mana suvni bu tomoniga ham olib qo'ydim. Endi bu tomonni o'zim sekin asta olaveraman sizlarsiz. Shuning uchun sizlar bilan xayrlashib qo'yaman. Salomat bo'linglar. Sog' bo'lishga majbursizlar. Chunki mehnat tagi rohat degan. Sog'lom odamda mehnat bo'ladi. Mehnat qilgan odam sog'lom bo'ladi. Chunki yana bitta nima yoshlar ko'proq ko'ryapti meni nimamda, videolarimda. Bobolaringga, dadalaringga nima qilib qo'yinglar, 60 plus degan kanal bor ekan. Mana buni ko'rib o'tiringlar denglar. Mehnat qilmasa ham zavqlanib o'tiradi. Nima tomosha qilib. Xayr, salomat bo'linglar. Like bosish, dehqonchasiga bo'lsa ham xayr, sog' bo'linglar.